Assalomu do'stlar, 6 ga 3,5 xonaga xonlarimiz bitdi. Kiradigan joylari shunaqa yonboshdan bo'ldi. Oralig'i 60 sm bo'ldi. Bemalol kirib chiqilaveradi. Xonlarimizni razmerlari eni 70 bo'ldi. Egasi aytdi, ixchamroq, yengilroq qilib bering dedi. Shular hisobga olib kichikroq qildik. 1 metrdan 7 dona bo'ldi. Tevasiga ikkitadan 4 ta bo'ldi va tevasiga ro'pparaga 3 ta bo'ldi. 1 metrdan yonboshiga 1,20 dan 2 dona bo'ldi. O'sha 9 dona tushdi bu yoqqa xon. Materiallarimiz sasnadan, noshkalari ham sasnadan. Yog'ochlarimiz quruq, xudo xolasa do'stlar. Yaxshi qilib, chiroyli qilib berdik, laklab. Xonlarimiz yengil, bemalol yosh bolalar ham ko'taraveradi buni, xudo xolasa. Mana ko'rishinglar mumkin, orqa karkazlari, noshkalari ham bu safargisi boshqacha bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Yana ham anaqaroq bo'ldi, chiroyliroq chiqdi. 1,20 liklari mana do'stlar. Yengil, buni bemalol ko'taraveradi. Ayniqsa uyga mehmonlar kelgandan keyin kelinlari supurib qo'ygan haligi. Bu yoqqa jildagani udobniy bo'ldi. Kimga shunaqa xonlar kerak bo'lsa do'stlar, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Chiroyli qilib qo'yib beramiz qo'ldan kelgancha. Bu xonlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, 21 ming so'mga bo'ldi, 21 ming so'mga bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavkasini ham kelishilgan holda qilib beramiz, chiroyli qilib, xudo xolasa.